Biz hozir Tavrab kompaniyasi tomonidan barpo etilayotgan Yangi O'zbekiston massividamiz. Bu yerda 15 gektar maydonga 42 ta ko'p qavatli uylar barpo etilmoqda. Mana hozir bizning suhbatdoshimiz bosh muhandis Rahmonov Jahongir aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Asamuddin aka. Assalomu alaykum qadrli bizning kuzatuvchilar. Mana kuzatuvchilarimizga ma'lumot bersak, mana birinchi bosqich uylarini topshirib oldinglar. Qiziqtirayotgan savollarda ikkinchi bosqich uylari qaysi jarayonda hozir va qachon topshirilishi rejalashtirilgan? Shu haqida batafsil ma'lumot bersangiz. Bizning ikkinchi etapda bu yil hisobida 14 ta dom rejalashtirilgan. Ya'ni 14 ta ko'p qavatli domimizni topshiramiz bu yil. Avgust oylariga, ya'ni 8 ta, mana hozir ko'rib turganingizdek bu qatorimizda 4 ta, keyingi qatorda 4 ta. Undan keyingisi esa mana 3 ta, yana 3 ta. Bu tomonda 6 ta, bu tomonda 8 ta. 14 ta jami ko'p qavatli uylar. 14 ta jami, to'g'ri. 9-blokimizda faqatgina fasad qismi qolgan. Elektrikasi, santexnikasi, oynalari va ichidagi qisman bo'lsa ham отделка ishlari bitgan. Keyin 10-blokimizda esa oynalar qo'yilish jarayoni ketyapti. Ichkarida shtukaturka ishlari ketyapti, santexnika ishlari ketmoqda. Elektrikasi bitgan. 11, 12 domlarda ham xuddi shunaqa elektrikalari bitgan, santexnika ishlari hozir olib borilyapti. Bu ham qisman qolgan. Va 10-blokimizda tugashi bilan 11-12 domlarga ketma-ketlikda oynalar o'rnatilishi boshlaydi. Eshik rom o'rnatish jarayonlari boshlanadi. Yo'q, ungacha hali bor, yana 1 oylik, 1,5 oylik ishimiz bor eshik romlargacha. Demak, taxminan avgust oyidan navbatma-navbat uylarni topshirish boshlanadi, xudo xolasa. Topshirib boramiz. Demak, bu yili ikkinchi bosqich uylar topshirilar ekan. Endi bizni kuzatib borayotgan yangi kuzatuvchilar uchun yoki uy xarid qilmoqchilar bo'lgan odamlar uchun yana qiziqdi, qanday qurilish materiallardan biz ishlatamiz, foydalanamiz, shu haqida ham qisqacha ma'lumot bersangiz. O'tgan videolarimizda ham shu narsani ta'kidlab o'tganmiz. Bizning qurilish kompaniyamiz Tavrab kompaniyasi birinchi navbatda e'tiborni sifatli qurilish materiallariga qaratadi. Asomiddin aka, mana e'tiboringizni ikkinchi etapdagi qurilgan domimizni 9-blokiga qaratadigan bo'lsangiz, bu yerda mana fasadimizda birinchi navbatda nima ko'rinib turibdi? Gazoblok. Gazoblok Avtoklab, ya'ni markasi buni D400, ya'ni bu 80%, 90% energiya sbergayishi hisoblanadi. Energiya samaradorligi yuqori. Albatta, bu degani bu bizdan xarid qilgan xaridorlarimiz kam energiya sarflagan holatda qisqa vaqt va ozgina energiya bilan xonadonlarni isitishlari mumkin yoki yoz oylarida xonadonni sovitishlari mumkin bo'ladi. Endi bu devorni aytib o'tdim. Endi oynaga qaratadigan bo'lsak, mana imzo kompaniyasi tomonidan qo'yilgan imzo romlari. Bu bizada ya'ni imzo rom Quattro segmentidagi romlar qo'yilgan, termo hisoblanadi. Bu Quattroni qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsak, 4 qatlamdan iborat bo'lgan, ichidagi profili 4 qatlamdan iborat bo'lgan. Bu degani issiq sovuqni ichidagi qatlam va qatlam qilib singdirib ichkarida mo'tadil bir havoni saqlab bera oladi. Bundan tashqari shovqinni ham yaxshi ushlasa kerak. Albatta, bu imzo romlardan tashqari biz hozirgi kunda Ekopen bilan ham hamkorlikda ishlayapmiz. Bu hozir bizani 10-blokimizga o'rnatilgan. Bu ham 2 kun ichida butun 10-blokimizni barcha oynalarni montaj jarayonini tugatib chiqib ketishadi. U ham Quattro segmentidagi romlar hisoblanib, u ham termoizolyatsiya, ham shuma izolyatsiya. Tashqi fasad tomonidan-chi qanday materiallar ishlatiladi? O'tgan videoyimizda ham ta'kidlab o'tgan edik, bu tashqari tomondan fasad izolyatsiyasi. Bu yerda ham ko'rib turganingizdek gazoblokdan tashqari biz bazalt panelini ilamiz. Ya'ni bu bazalt paneli bazalt bo'ladi va uning zichligiga qarab turib biz termoizolyatsiyani qanchalik darajada yuqori saqlab berishini bilishimiz mumkin. Ya'ni biz ishlatadigan zichlik bu 80. 80 zichlikdagi bazalt qoplamalarni ishlatamiz. Tushunarli. Keyin bilishimcha, bundan tashqari yana bitta qatlam bo'ladi. Ya'ni odatda Tavrab kompaniyasi qurilayotgan uylar kamida 3 qatlamdan iborat bo'ladi. Gazoblok, bazalt va eng ustki qatlamda yana plitalar ham ishlatiladi. Albatta, mana bu birinchi etapdagi domlarimizni ko'radigan bo'lsak, bu yerda Ekoplit kompaniyasidan ishlab chiqarilgan panellar, bu fasad qoplamasi. Bu ham ma'lum bir izolyatsiya hisoblanadi va tashqari tomondan dekoratsiya
vazifasini ham birinchi o'rinda ko'rsatib beradi. Fibrotsement Fibrotsement panel. Undan keyin biz bazalt qoplamasini ishlatganmiz. Bu terma izolyatsiyaga kiradi. Undan keyin yo beton devor bo'ladi yoki mana ko'rib turganingizdek gazoblok devor bo'ladi. Demak 3 qatlam bo'ladi. Bu boya aytganingizdek energiya samaradorligi yanada oshiradi. Albatta. Bu juda muhim. Asomiddiniki Tavrab kompaniyasi yengillik qilishda davom etadi. Hozirgi kunda bizning mutaxassislarimiz tomonidan shu taklif bildirildi va tez holatda, ya'ni yana bir qatlamni qo'shish izolyatsiyaga. 4 qatlam bo'ladi. 4 qatlamli izolyatsiyadan iborat bo'lgan xonadonlarni topshirish. Hozirgi kunda biz uni sinovdan o'tkazmoqdamiz. Agar sinov tajribalarimizdan yaxshi ko'rsatkich bilan chiqadigan bo'lsa, keyingi bloklarimizdagi shu 4 qatlamli izolyatsiyani ishlatishni boshlaymiz. Jahongir aka, mana siz hozir yengillik qilyapmiz dedingiz, 4-qatlam. Nimaga shuni boshidan qilinmagan, mana birinchi etapda 3 qatlamdan qilingani? Hozir tabiiy savol tug'iladi. Bizda 1 qatlam deydi birinchi etapdan olgan xonadonlar. Ikkinchi etapda demak yengillik qilinmoqda. Asomiddin aka, qurilish sohasi ham bitta texnologiyalar bilan cheklanib qolmagan. Kundan kunga yangi xomashyolar bozorga kirib kelmoqda. Shu bois biz hozirgi kunda ishlab chiqarilgan yangi turdagi izolyatsiya qoplamalarini sinovdan o'tkazib turibmiz. Lekin birinchi etapda qurilgan domlarimizdagi vaqtda u materiallar hali bozorda yo'q edi. Bu biz uchun yangilik va yangilikni biz hozir sinov tariqasida birinchi bosqichda ham mana 3 qatlam ham o'zi ancha muncha bu ham albatta nima deydi, energiya samarador hisoblanadi. Ya'ni hozir Tavrab kompaniyasi bitta joyda turmaydi, har doim izlanishda. Demak, yangi texnologiya yoki yangi qurilish bir xomashyolar, energiya samaradorligini oshirib beruvchi materiallar chiqsa, demak uni ham sinab ko'riladi. Albatta sinab ko'ramiz. Bu sinov bizda hech qachon to'xtamaydi. Yaxshi o'tsa sinovdan demak qo'llaniladi. Asomiddin aka, bir yangilik yana. Tavrab kompaniyasini hozirgi kunda kichkina laboratoriyasi bor. Ya'ni qurilish materiallarini sinovdan o'tkazish. Bu hali sir edi. Endi bu kengaytiramiz laboratoriyani va keyingi videolarimizda kuzatuvchilarimizga shu narsani ko'rsatamiz. Laboratoriyamizni. Unda butun mana shu respublikamizda bor materiallarni sinovdan o'tkazib kelmoqdamiz. Va o'sha sinov laboratoriyamizni bir ko'rsatib, qanaqadir kontent yasashimiz mumkin bo'ladi. Demak, ya'ni Tavrab kompaniyasi qurilish materiallarini olayotganda u sertifikatdan tashqari o'zi shaxsan laboratoriyasida ham sinovdan o'tkazadi. Albatta sinovdan o'tkazamiz. Juda zo'r, juda zo'r. Menimcha o'ylaymanki, bu hamma qurilish kompaniyalarida ham yo'q narsa. Albatta yo'q hali. Kuzatuvchilarimizga bu juda qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Bizni kuzatishda davom eting. Agar biror bir savollaringiz yoki qiziqtirgan mavzular bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Uylar narxlari bo'yicha esa quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.